Xo'p, akalar, bu videoni hozirdan Tikov akalarga jo'natib qo'yamiz. Tikov avtomobilni olib kelishgan bizga, bunda bo'layotgan muammolari g'ayriodatiy kasalliklardan biri. Chap tomonga pоворotni yoqsak, stiglochester ishlab ketadi. Mana bu yoqda off turibdi, o'chib turibdi. Pоворotni o'chiramiz, o'chadi. Xo'p, o'ng tomonga yoqamiz. Bu kasallik yo'q. Nimadan deb o'ylaysizlar akalar? Bunga like bosib tursalaring, hozir sozlab qo'yamiz akalar buni. Chap tomonga bor. O'ng tomonga yo'q. Buni hozir sozlab remont qilib joyiga qo'yib qo'yamiz akalar. Akalar, buni joyiga terib joyiga qo'yib oldik. Endi buni ishlashlari. Chap tomonga yoqamiz. Ko'rinayotgan bo'lsa pоворotni yonyapti. Stiglochester ishlamayapti. Xudo hammasi joy-joyida. O'ng tomonga ham yo'q. Stiglochester o'zini ishlashi joyida, gitarani o'zida. Skorost ishlayapti hozir. Boricha obroti sal kamrog'i shu deb ishlab ketaveradi akalar. Ishimiz yoqqansa bitta like unutmaymiz akalar, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz akalar. Bundan keyin bundan foydali videolar chiqarishda davom etamiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.